Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, tuzimsizlar, tinchmisizlar? Bugun sizlar bilan o'rtoqlar listing bo'lgan loyihani ko'rib chiqamiz. Bugungi videomiz ko'p cho'zmasdan aytaveraman, Magic Newton sayti. Bu saytdan men pul ishlab bo'ldim. Pulni endi 15 kun ichida chiqarishga qo'yaman. Bu sabab bor va buni boshdan tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, bu listing bo'lgan loyihamiz Newton, ya'niki Newton protokol nomidagi token. Bu tokenni ishlash uchun biza Magic Newton saytiga kirib ishlashimiz kerak edi va bu haqida men o'zimning kanalimda boshida qachon 19-mart kuni post qo'ygan ekanman. Xo'p, bu postni 69 kishi, 70 kishi ko'rganda, lekin o'sha hammasini bee'tibor qoldirib ishlamay o'tib ketgan va hozirda bu loyiha listing bo'ldi. Bu haqida birinchi video ham joylaganman. Bemalol o'tib ko'rishingiz mumkin, lekin endi menimcha foydasi yo'q, chunki buni listingi bo'lgan. Endi sizlar farm qila olmaysizlar, ya'ni token yig'a olmaysizlar. Lekin endi bundan buyog'iga hushyor bo'lsanglar, bu kanalni kuzatib tursanglar, Telegramni, YouTube'da videolar chiqqandan ko'rish boshlasanglar, bemalol pul ishlay olasizlar. Xo'p, buni tushuntirib o'tib ketadigan bo'lsam, bizada bu Magic Newton va biza hozir bu yoqda o'sha mining, ya'niki token ishlash to'xtatilganligi haqida aytilgan va biza airdrop olgan yoki olmaganligimizni faqat sign up for Newton XYZ tugmasini bosish orqali, ya'niki o'sha oq tugmani bosish orqali bilishimiz mumkin. Xo'p, biza bu narsani bilish uchun ikkita yo'limiz bor. Yoki mana bu yoqdagi airdrop yoki check eligibility ni bosamiz, bo'ldi. Xo'p, bu o'zi olib kirib ketadi. Men tokenlarimni olib bo'lganman. Xo'p, stakingga bor deydi. Stakingga borsam, menda token cooldown turibdi 61 ta Newton. Men 3264 ta Newtonni Newton point yig'ganman, ya'ni ball yig'ganman. Shunga yarasha 61 ta berdi. Endi biza agar shunaqa deydigan bo'lsak ham, bu hozir $0.4 atrofida. $25 atrofida pul bo'ladi. To'g'ri, bu kam bo'lishi mumkin, kam ko'rinishi mumkin, lekin sizlar bir narsani hisobga olinglar. Bunda biza hamster yoki qanaqadir boshqa botlarga o'xshab har 3 soatda, har 5 soatda, har 12 soatda kirishimiz shart emas. Shunchaki o'zimiz xohlagan paytda bir kunda bir marta kirib, shunchaki zarik tashlash orqali bizlar token ishlardik. Tamom. Token ishlashda keyin boshida bir kirganingizda 4 ta 5 ta zadaniya bor. U sizga yaxshiroq point beradi. 250 tadan berardi. Xo'p, uni bajargandan keyin faqat o'yin o'ynash, zarik tashlash orqali kuniga maksimum 10 minut vaqt ajratardingiz. Endi buni men boshida yaxshi ishlamadim, keyinchalik o'sha listing bo'lishi, qaysi birjalarda bo'lishini surishtirib, o'rgangandan keyin qat'iyan ishlashga qaror qildim. Xo'p, endi gap yolg'on bo'lmasligi uchun bir ko'rsatib o'taman. Bu men ishlagan 61 ta tokenim cooldown, ya'ni sovutishda turibdi. Sizlar cooldown nima desanglar, bu o'sha staking qilishni taklif qiladi. Bu sayt staking qilsangiz deydi, 25% bonus beramiz 1 oyda deydi. Lekin men 1 oyda chiqarishni xohlaganim yo'q, chunki bu narx qulab ketishi ham mumkin. Shuning uchun tezroq chiqarish yo'lini tanladim. Agar siz stakingga qilmaydigan bo'lsangiz, 15 kun ichida cooldowndan chiqadi. Ya'niki sovutishga 15 kunga kirgizib yuboradi saytni o'zi. Keyin 14 kun uzr kechirasizlar. 14 kundan keyin sizlar chiqarib olasizlar. Masalan, meniki 12 kun qoldi. 12 kundan keyin chiqarib bilaman bemalol. Xo'p, endi buni bitta o'sha hisob kitobini ham bitta ko'rsatib o'tib ketsam, aniqroq qilib tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, CoinMarketCap'da hozir 38.58 turibdi. Yana bitta update beraveramiz. Bu tez narxi o'zgaryapti chunki. Xo'p, mana bugun qaranglar, mana masalan 7:00 da 7:10, 7:20 atrofida 7:15 da ekan. 7:15 da 45 gacha chiqqan. 0.45 sentgacha. Hozir 38. Endi kelinglar hozirgi holat bilan hisoblaymiz qancha men pul topganimni. Xo'p, 0.38 demak. Ochib olsin. 0.38 ko'paytirilgan. Xo'p, 61 ta token. 23.18 sent. Endi buni so'mda hisoblaymiz. Bu uchun ham alohida menda nima bor?
USDT to UZS. Ya'niki o'zbek so'mi dollarga aylantirilganda qancha bo'ladi? Hozir ko'ramiz. 23,15 edimi? 18. 18. 293,300 so'm pul ishlabman bolalar. Endi to'g'ri sizlar aytishingiz mumkin, 200 so'm hech narsa emas-ku deb. Lekin bunday olib qarasak, biza 5 soat yoki 6 soat vaqt ajratayotgan, o'sha har 3 soatda kirib turgan, har kun kombo qilgan yoki boshqa botlardan unaqa pul topolmaganmiz. Masalan, faqat men Notcoin'ni ayta olaman. Что men o'zim ham $400 topganman. Meni do'stlarim ham, o'sha sheriklarim ham ko'proq pul topgan. Chin boshqa botlarga qaraganda. Lekin qolgan botlar hali beri unaqa to'lagani yo'q va shuning uchun men o'ylayman, bunaqa topolmaysizlar agar o'sha donat qilmasanglar. Men 1 so'm donatga ishlatmayman. Shunisini ham hisobga olishimiz kerak. Endi sizlar aytishingiz mumkin, endi bu kech bo'ldi-ku hozir nima qilaman deb. Bizada saytlar juda ko'p bolalar. Biza faqat auditoriyani qiziqishiga qaraymiz. Shuning uchun bolalar, agar qiziqishinglar rostdan bo'ladigan bo'lsa, Telegram kanalda yoki YouTube kanal opisaniyada, kommentariyada o'z fikringlarni bildirib, xo'p, qiziqadigan savollar bo'lsa, sayt yoki bot bo'ladigan bo'lsa, bemalol tashlashingiz mumkin. Savol, takliflarga ochiq biza. Bemalol kimda nima savol bo'lsa, hamma berishi mumkin. Yoshingiz, kimligingiz yoki qayerdanligingiz farqi yo'q. Bemalol xohlagan proyektingiz faqat u yaxshi bo'lsin sarmoyasiz bo'lsin. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. O'zim ham shu narsaga harakat qilaman, iloji boricha sarmoyasiz narsa topishga. Xo'p, shu bilan bugungi video tugadi. Hammalarga sog' bo'lishni, salomat bo'lishni tilagan holda videoni yakunlaymiz. Do'stlar, like, podpiska esdan chiqmasin. Fikringlarni kommentariyada bildirib ketinglar. Rahmat.